Ovsinjon, bugun sizlarda nima ovqat? Shashlik, siznikida-chi? Samsa. Ovsinjon, siznikida nima ovqat? Shashlik, somsa. Men bu ikkita o'g'il katta qilgancha kuchukdek mehnat qildim. Ikkita o'g'il katta qilgancha ikkita o'kiz boqsam bo'lar ekan. O'zim bu yerda roltanga yeb o'tiraman. Bular shashlikcha, somsacha deydi. Sen chiqasanlar, biz qolamiz bu Вообще-то man ishlar kelaman, men qo'laman sizlarda. Hamma ishlar. Nima bo'lyapti bu yerda? Bu yerga ikkita erkak. Ha? Nima qilib o'tiribsanlar? Ikkita xotining, men qolaman deb o'tiribsanlar qarab. Yo xotining eplolmaysanmi ikkovingni? Zari davrimizda 10 ta aka-uka bitta hovlida yashaymiz. Ikkita bo'lib o'lmaysanlar. Xotiringga gaping o'tmaydi ikkovingga. Hayondan buni ko'chiring. O'zini ko'chiring. Ko'chiraymi? O't oldim at ikkovingga. Masalan, ko'chiraman. Ikkovingga. Mana shu trikotaj domlari 5 etaj mo'ljallangan, 2 etaji uchi tayyor. Tushunyapsanlarmi? 50 ga bo'lib to'lashaver ekan. Ha, shu yerdan bitta uy olamiz. Manganda. Qanday sanga? O'zim ko'chib kelaman bu yerga. Sanlar shu yoqda aka-uka ikkoving bir-birini ko'chingga yeb yuraver shu yoqda. Siz ham bunga olish pul qayerda? O'zi bir xonaliklar bor-ku, oyiga 3 million tushar ekan. 100 ming so'mdan kuniga beradi. O'zim ishlab topaman, sanlar menga ishing bo'lmasa, pensiyadan to'layman. Tushundinglarmi? Surda bu yerdan. Trikotajda o'zim turaman. Yo'q bo'lib.